Assalomu alaykum, Oltar Sho'rg'a kanalining obunachilari, uzoq yaqindan kuzatib borgan ko'kopa singillar. Mana sizlarga akalar bir partiya smetal buzoqlarimiz bor. Bir partiya akalar narxlari vapshim yo'lida bo'ladi. Kechqurun bo'lsa ham akalar sizlarga video olyapmiz. Sizlarga qo'limizdan kelgancha akalar. Lekin buzoqlar akalar haqiqatda vapshim aksiya narxlarda bo'ladi. Sizlar akalar videoda ko'rib mol oladigan tanishlarga jo'natib tashlasaling, xudo xolasa manfaatli zo'r video qilamiz, xudo xolasa akalar. Mana shu uchovi, ikkita smetal, bitta gibrid. Bittasi mana o'rtadagi buqamiz. Buqa ham vapshi mali uzunligi ham uzun, hamma yo'g'i kelgan akalar. Mana ko'rib turibsizlar. Bunisi xonajin gibrid, haqiqiy sut yo'nalishli mol. Bunisi xonajin akalar. Xonajini ham vapshim go'zal akalar. Jonivor turishini qaranglar. Ko'rib mashalloh deb kommentariyada do'stinglarni yozib qoldiraverasizlar akalar. Ikkita xonajin, bitta novvos mana akalar. Vapshim pachka narsa, uchovi ham akalar. Narxi aksiyada akalar 19 million 20 million narx etishi yo'q. 22 million 500 mingdan sherilari sotildi akalar. Sherilari sotildi. Pul zararlik uchun srochniy sotiladi. Kechqurun bo'lsa ham atila video yapmiz akalar sizlar uchun. Kechqurun bilan video ko'rib chiqadigan hollarga zo'ra chiqsa olaman deganlarga videoni padlisa qilib qo'yasizlar. Gibridda ham vapshim bo'lachasi akalar. Haqiqiy sut yo'nalishda uchovsini bitta olib tashlab qo'yaman deganlarga uchovsini olib bitta tashlab qo'ysa akalar. Hammasi o'zi sigir bo'lib, o'zini qochirib, o'zlar sigir bo'lib qoladi akalar. Bular 100% o't hashidi yeyapti. Mana buni qilib bedalar tashab qo'yilgan shay yeyapti akalar. Narxi akalar bo'lidaxoni 18 million 500 mingdan akalar. 18 million 500 mingdan ozginada xayriga o't beramiz. Uchovsini bitta sotiladi akalar lekin. Uchovsini bitta olaman deganlarga telefon qilaverasizlar, yo'lida qilib zo'r qilib narx beramiz. Telefon nomer 90 831 0047 qo'ng'iroq telefon qilaverasizlar akalar. Manzil Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Hamza sharchasida. Bunaqa buzoqlar akalar har qayerdan ham topilish qiyin. Keyin bunaqa narxlarda hech qayerdan topolmaysizlar akalar. Yangi tug'ilganlari o'zi 15 million 16 million bo'lib yotibdi. Bular 2 oydan o'tgan, 3 oyga yaqinlashgan akalar. 3 oy sut emgan, 2,5-3 oy sut emgan akalar. Hozir bular tayyor o't hashidi yeydigan mollar akalar. Gibridda ham vapshim zo'r akalar. Mana akalar, arqa tomonlarini ham ko'rsatamiz. Bo'lacha udar narsalar. Hozir kechqurun bo'lsa ham video yapmiz akalar. Qiziqqanlar telefon qilaverasizlar. Gibridimiz ham pul zararlik uchun sotilyapti akalar. Bizni kuzatishda davom etinglar akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kimga qanaqa mollar kerak bo'lsa telefon qilaverasizlar.